Aziz YouTube kuzatuvchilar, mana bugungi kvartiramizni sotuvga chiqardik. Samarqand shaharda joylashgan 4-etajda joylashgan 3 xonali kvartiramiz sotuvga chiqdi. Ko'rib turganingizdek, detskiy spalni, bu tomonda shkaflari ham bor, o'zini mebeli ham bor. 3 xonali kvartiramiz. Bu ikkinchi xonasi, katta spalni. Narxi bo'ladi 89 ming AQSh dollar pul so'rashyapti. Kimga qiziq bo'lsa, Samarqand shaharda Nalogviyni oldida joylashgan obunachilarimiz 74 kvadratlik kvartiramiz 89 ming dollar pul so'rashyapti. Bu tomonda esa mehmonxona. Mehmonxonani eshigiga ahamiyat berasizlar. Mana shunday oynali, shishadan bo'lgan. Mana ko'rib turganingizdek, bu tomonda televizor, bu tomonda ugalok qo'yilgan. Hozir sanuzellar ko'rsatamiz. Mana sanuzel qismlari, obunachilar ko'rib turganingizdek. Yuvinish xonasi, bu tomonda esa oshxona, bu tomonda eshikdan kiraverish. Hozir oshxonani ham ko'rsatib o'tamiz. Kirayotgan mashina, xolodilnik, vitishka, hamma mebel jihozlari bilan jihozlangan obunachilar. Kimga qiziq bo'lsa, Samarqand shaharda kvartiramiz sotuvga chiqyapti. Sayfullo TV siz uchun mana shu kvartirani chiqardi. Kimga qiziq bo'lsa, ekranda telefon nomerlar yozib qoldiramiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Sayfullo TVni kuzatib boring. Bu videoni uy qidirib yurgan tanishlaringizga yuboring. Kvartiralarni biz chiqaraveramiz. Bizni kuzatib boring. Kommentariyada o'zingizni fikringizni yozib qoldiring obunachilar. Shaxsan o'zim chiqaraman. Kimga qiziq bo'lsa, ekranda telefon nomeri yozib qoldiraman. Aloqaga chiqaverasizlar. Birinchi etaj, ikkinchi etaj, mana ko'rib turganingizdek 4-etajdan ham videolarimizni chiqardik. Mana shinamgina uyimiz, kvartiramiz. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. Sayfullo TV sizlar uchun mana shunday ijodlarni boshladik. Assalomu alaykum aziz YouTube kuzatuvchilar. Mana bugun yana bitta kvartiramiz sotuvga chiqyapti. Manzil bo'ladi. Vokzal Saodatda joylashgan Samarqand shaharda, mana ko'rib turganingizdek yuvinish xonasi, hojatxona va dushovoy kabina. Bu tomonda esa oshxona qismi. Bir xonali kvartiramiz sotuvga chiqyapti obunachilar. Samarqand shahar vokzalda Saodat adresimiz joylashgan. Bu tomonda muzlatgich, ko'rib turganingizdek vitishka, bu tomonda esa balkonimiz joylashgan. Ana obunachilar, balkonni ham ko'rishlaringiz mumkin. Kattagina balkon. Narxi bo'ladi 48 ming dollar pul so'rashyapti. Bir xonali kvartiramiz sotuvga chiqdi. Ikkinchi etajda joylashgan. Saldosi bor. Mana bu tomonda esa spalni zonasi ko'rishingiz mumkin. Hamma narsalari bilan, mana shu narsalari bilan saldo bo'ladi. Ko'rib turganingizdek obunachilar, televizorlari, Wi-Fi. Uyimizni, kvartiramizni remonti juda ham zo'r remont qilingan. Ahamiyat berganingizdek, mana obunachilar, kimga qiziq bo'lsa, ekranda telefon nomerlar yozib qoldiramiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Bizni kuzatib boring. Kommentariyada o'zingizni fikringizni yozib qoldiring.